Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun haramning ostiga besilgan mermer taşning siri haqida so'zlaymiz. Haramga berib Ka'bani tavob qilishga muyassar bo'lgan har qanday odam tavob maydonining ostiga besilgan mermer taşning qanchalik sovuq ekanligini, hatto Tomuz oylarining eng issiq kunlaridami putni so'rin tutadiganligini obdan biladi. Bazı kişiler bu acayip ahvalını görüp haramning ostiga soğutuş texnikasi bekitilgan bo'lishi mumkin deb o'ylab qoldi. U undaq emas. Bu taş aşındaq kun nurini qaytirish va qish-yoz sovuq turish xususiyatiga ega taş bo'lganlikdan shuni izlab tepib akilib ikki haramning ostiga shunda bekitgan ekan. Bu taş faqatla Gretsiyaning kichik bir oraldagi ma'lum bir tog'dan chiqadi ekan. Boshqa yerda qat'iy topilmaydi ekan. O'z vaqtida haramning qurilish ishlariga mas'ul bo'lgan Misrlik injener Muhammad Kamal Ismoil haramdagi mermer taşning qissasini bayon qilgan. Onun deyishicha, buningdan bir qancha 10 yil ilgari Saudiya Arabiston hukumatı uningga haram qurilishini kengaytirish va Ka'baning atrofidagi zaminni soğutuş haqida buyruq tushirdi. İnjener Muhammad Kamal Ismoil bu haqda ko'p o'ylanadi va izlanadi. Hatto haramning ostiga so'g'itish sistemasi o'rnatishni planlab baqadi. Ammo u uzunga qolmay kun nurini qaytiradigan va hamisha sovuq turadigan bir xil mermer taşning borligini va u taşning faqatla Gretsiyada topilganligini biladi. Şunun bilan injener Muhammad Kamal Ismoil darhol Gretsiyaga bordi va shu joyda mavjud bo'lgan mermer taşning yerimini setib olib ishini boshlaydi. Shuningdan biri haramning zimini qish-yoz, kecha-kunduz hamisha sovuq turadigan bo'ladi. Aradan 15 yil o'tgandan keyin injener Muhammad Kamal Ismoilga yana Saudiya Arabiston hukumati tomonidan Masjid Nabaviyning maydoniga Masjidi Haramningidek mermer taş o'rnatish haqida farmon tushdi. Bu chog'da injener Muhammad Kamal Ismoil qattiq g'amga patidi. Chunki faqatla Gretsiyaning bir oraldagi tog'dala tepildigan bu alohida mermer taşning yerimini o'z vaqtida o'zi setib olgan edi. Endi uning yerimini kimlar olgandi? Uni endi nereden topib buldi? Bu haqda ko'p o'ylandi. Ondan Gretsiyaga berish uchun yo'lga chiqdi. O mazkur mermer taş tepilamo yoki setilib bo'lganmidi degan endish ichida Gretsiyaga yetib bordi. Udul o'zi burun mermer taşlarni setib olgan shirkatga kirdi. Ammo u taşning o'z vaqtida setilib bo'lganligini va uningdan qat'iy tepilmaydiganligini bilib qattiq g'amga patidi. Nima qilarini bilmay qoldi. Şirkettikilerden izlep baksanlarço, aşu kalgan yerimini kimler setip algando bir bilsem bulattı dep ütünüdü. Şirkettikiler bu 15 yıl burunki işken kimlerin setip alganlıkını bilmeymiz. Ama arxivlarını aktarıp bakaylı, lekin ümit yok dep cevap verdi. İnjener Muhammad Kamal Ismoil yanıla ümitsizlenmeydi. Şirketteki sekreter kızdan ütünüp, men bu şehirde et keçkiçi bar. Agar kimning setib olganligini topa olsangiz, menga bir telefon qilgan bo'lsangiz ekan, deydi. Qiz sinakimigan holda beshini chayqab qo'ydi. İnjener Muhammad Kamal Ismoil atisi Saudiya Arabistonga qaytish uchun aeroportga chiqay deb turganida, heliqi qizdan telefon keldi va darhol shirkatga kelishini aytdi. İnjener Muhammad Kamal Ismoil o'ylaydi. Setib olgan odamning kim ekanligini bilishimning nimaga foydasi bo'ladi? Belki onu allaqachon ishitib bo'lgandi, deydi. Shundaqdimi oxirgi bir umid deb shirkatga bordi. Shirkatga berib qolgan mermer taşlarni Saudiya Arabistonidagi bir shirkatning buningdan 15 yil burun setib olganligini bildi va mazkur shirkatning adresini olib Saudiya Arabistoniga darhol uchdi. O Saudiya Arabiston zeminiga tushib, uyigimi bormasdan darhol mazkur shirkatga bordi va mermer taşlarni so'raydi. Şirkettikiler bu uzun bo'lgan ish ekan. Belki ishitib bo'lgan yoki setib etgan bo'lishimiz mumkin, bilmaymiz, isimizda yo'q deydi. Ammo injener Muhammad Kamal Ismoil ashu mermer taşlarni bir izlab beqishni talab qilib ching turib oldi.
Ahırda şirketning egisi odamlarni buyurib, ambarlarni aqtirib chiqishga buyurdi. Neticada Gretsiyani setib elib kelgan mermer taşlar o'z o'rnida shu peti bor ekan. Bunu anlagan injener Muhammed Kemal İsmail qattiq hayajondan yig'lab ketdi. Hatto kichik boladek unsinib yig'lab ketdi. Şirketning egisi bu ahvolni ko'rib, "Qarindishim, nimaga yig'laysiz? Sizga nima bo'ldi?" deb so'raydi. İnjener Muhammed Kemal İsmail beshidan o'tgan ahvollarning hammasini boshdan bayon qilib berdi va yanchuqidan chekning qog'ozini chiqarib, "Buningga qancha pul yozsangiz yozing, men mermer taşlarning hammasini sotib olaman" dedi. Şirketning egisi bu gaplarni anglab, "Bo'ldi, qarindishim, Allah bu taşlarını Mescid-i Nebevi için ekeldirgen iken ve şunun için bizni şunca yıl unutulduruptu. Sizden ben bir tin talep kılmayma. Elip gidip işletin deydi. Şunun bilen Mescid-i Nebevi'nin meydanıga mezkur mermer taşlar besilip Mescid-i Haremdek buludu. Fijgirim ıssık küllerdi mi? Çüş vaktidim o. Bu meydandan yürüyen adamların puti herkes ıssig'ini his qilmaydi. Soğuk turadi. Dunyoda tasodiflik deydigan narsa yo'q. Her bir iş yaratuvchi tarafidan planliq va hikmatli holda maydonga keladi. Lekin biz insonlar bilmaymiz. Nurg'un ishlarni tasodiflik deb o'ylab qolamiz. Allah Taala Gretsiya aralining tegidagi mazkur mermer taşlarni ikki harem uchun yaratgan ekan. Chunki bundoq taş dünyanın hiç qandaq yerida yo'q ekan. Hamda Allah Taala mazkur taşni ikki harem uchun chekli qilib yaratgan ekan. Ya'ni ozma emas, ko'pmi emas, chekli yaratgan ekan. Chunki mazkur tog'da buningdan ortig'i yo'q ekan. Allah Taala Qur'on Karimda inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Biz haqiqatan hamma narsani o'lchamli yaratdik deydi. Tugidi.